Xotin, Men. oldimga. Xo'p bo'ladi. Qarindoshlar gruppasida bergan razvedka ma'lumotlariga ko'ra bugun uyga opam keladi. Jongo'rshaylikni oshirish kerak. Uyimiz darvozasidan har bitta qoshiq vilkagacha oilamiz mudofaa qilishimiz kerak. Xuddi shunday. Ukajon. Assalomu alaykum opa. Assalomu alaykum opa. Ob'ekt keldi. Polvon qizim, yaxshi keldingmi? Onajon, sizlarni shunaqa sog'inib ketdim. Ona vaziyat haqida xabar bering, qabulmi? Baka vaziyat tinch, qabulmi? Obyektni oldiga kiryapman, qabulmi? Qabul kuzatib turibman. Kelinjon, siz yaxshimisiz? Ko'rinmaysiz, go'zalim. O'zimizni bog'dami deyman bu o'zimlar, onajon? Chaynab yo do'mbog'i. Obyekt o'zini boshqacha tutyapti, qabulmi? Uka, qayerdasan, uka? Aka, hammasini nazoratga olib turibman. Qabulmi? Bobo aloqaga, bobo. Xavotirman bo'lma, million tagida yer qimirlasa bilaman, pistirmadaman, qabulmi? Qizim, ob'ekt kuzatyapsanmi? Javob ber. Hali ammam uydan chiqmabdilar, qabulmi? Qo'shni aloqaga, qo'shni. Qo'shni aloqadaman, mahalla tinch, qabulmi? Qo'shni, bizdan ketmonni qachon berasiz? Aloqa yaxshi emas. Ana tugadi, ishtaxam ham yaxshi emas, bora qolay onajon. Omin, oilang bilan tinch bo'ldim. Obyekt chiqyapti. Men ketdim, yaxshi o'tiringlar. Yaxshi bor. Ketdi-ya. Oyjon, bitta piyola qani? Trivog